Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, kanalimizni muntazam kuzatib kelayotganimizni muxlislarimiz. Hurmatli obunachilar, hozir ozgina video chiqara olmay qoldik. Hozir bizda bu antorium gullari juda ham ko'p savollar bo'ladi. Antorium gullarini juda ham ko'pchilik so'raydi. Buni qishda qanaqa qilib boqsa bo'ladi, o'lib qolmasligi uchun deb keyin yana ko'pchilik hozir buni olib oynani yoniga qo'ygani sababdan baklari sarg'ayib, kuyib qolyapti. Ya'ni baklari ko'proq dog' bo'lib kuyib qolyapti. Shuni kuyib qolmasligi uchun nima qilish kerakligini aytamiz. Bular shunaqa, ichida mana 4 tadan ko'sti bo'ladi. Biz buni bo'lmaymiz. Hozir ko'pchilik olib sirazi bo'lishga ham qiziqadi, lekin buni hozir olgandan keyin bo'lmaslik kerak. Nimagaki, hozir o'sha qish mavsumi kelyapti. Buni bu yog'iga sovuq, shuning uchun bahordan bo'lganinglar yaxshi. Ya'ni fevral oylaridan. Hozir bu bo'lganimizda mana bu ildizlarni biz turgan joydan qo'zitamiz-da baribir ham. Hozir bunday chiqarganimizdan keyin mana bular hozir mana shunday bir oylar bo'lib turibdi. Buni bo'lganimizdan keyin tomirlari o'sha uziladi, bo'linadi. Mana shu uzilgan tomirlarni, kesilgan joylarni, misol uchun bu uzilgan joylar bitish kerak bo'ladi. Mana bu narsalar bitmay qoladi. Shu sababdan ko'pchilikning guli o'sha sekin nazar orqaga ketaveradi. Mana shu narsalar orqaga ketmasligi uchun gulni olgandan keyin hozir bizda torf universalniy grunt bu. Universalniy grunt biz qanday tayyorlaymiz? Bizda universalniy gruntlar hozir menga ozgina solamiz ekan. Agrobalt B torf bor. Agrobalt B torfidan vermikulit, perlit qo'shgan holda ulardan tashqari yana 7 element qo'shamiz. Hozir ko'pchilik aytadi, agrobalt mana shu torf olib o'zim tayyorladim, vermikulit, perlit qo'shdim, lekin gullarim yaxshi o'smayapti dedi. Vermikulit, perlit bu gullarga ozuqa vazifasini bajarmaydi. Vermikulit bilan perlit faqat gullarni rixlisini ta'minlab beradi. Ya'ni faqat gullarimizni yaxshi ildizlarni rivojlanishini ta'minlab beradi xolos. Shuning uchun vermikulit perlitni shu maqsadda foydalansak bo'ladi. Ya'ni namlikni o'zida ushlab turadi, gullarni ildizlatish uchun foydalansa bo'ladi. Aynan mana shu kunlarda qalamcha qilib bo'lmaydi. Juda ham ko'pchilik so'raydi, qalamcha qilsa bo'ladimi hozirgi kunda? Hozirgi kunda qizlar, lutcha qalamcha qilmanglar. Baklari qorayib ketadi, gulni ildiz chiqarmaydi va tagidan to'paray bosib ketadi, mog'orlab ketadi ya'ni. Shuning uchun hozir bizda bu o'sha agrobalt bu torfidan tayyorlaganmiz yoniga vermikulit, perlit qo'shilgan, undan tashqari 7 element qo'shilgan bunga. Keyin shu imенно mursko shassiya guli yaxshi gullash uchun va mana bu gullab bo'lgandan keyin yana nima qilsa gullaydi deyilgan savol juda ham ko'p bo'ladi. Bu haqida doim video qilamiz, baribir yana bir qator video qilib qo'yishga harakat qildik. Qaranglar, mursko shassiya guli cho'milishni yaxshi ko'radi, ya'niki tana harorati misol uchun o'sha 36.6 bo'lsa, tana harorati shu nimada gradusda suv bo'lsa, ular ko'proq cho'milishni yaxshi ko'radi. Mursko shassiya cho'milishni yaxshi ko'radi. Shunday qilib cho'miltirib qo'yadigan bo'lsak, gullaringiz yana ham chiroyli turadi. Hozir mana bizda bu ko'rib turibsizlar, mana shunaqa chiroyli bo'lib qoldi. Yana mana bunday tuvak ekib qo'ysangiz, bular podokонник ham tushadi. Keyin podokонникka tushganda ham qaranglar, agarda отопление bu joyda turgan bo'lsa, ya'ni podokонникning yonida turgan bo'lsa, u joyga qo'ysangiz bu qiynaladi. Nimagaki quruq havo bo'ladi. Albatta, nam havo bo'lishi kerak gullarni o'zi yaxshi o'sishi uchun, hurmatli obunachilar. Shuning uchun albatta ularni o'zlari yaxshi ko'rgan atmosferada boqqaningiz yaxshi. Hozir ko'rib turibsizlar, mana bular bizda bor sotuvda bilasizlar. Eksak mana shunday chiroyli holatda bo'lib qoldi. Qaranglar. To'ttasi bittada tuvagimizni mana shunday qilib ekdik hozir biz. Shunday chiroyli bo'lib qoldi, hurmatli obunachilar. Agar videomiz sizlarga yoqqan bo'lsa, like bosinglar, podelиться qilinglar kanalimiz rivoji uchun, hurmatli obunachilar. Hozir Instagram, Telegramda ham kanallarimiz bor. Bemalol o'tinglar, Instagram kanalimizga ham, Telegram kanalimizga ham o'tinglar, hurmatli obunachilar. Telegramda ham gullarimiz narxlari, hamma narsalar bilan Telegramda aksiya qo'yib turamiz, hurmatli obunachilar. Aksiyalarimiz bo'ladi. 2 kun davomida aksiya qo'yamiz har doim. Shuning uchun albatta Telegram kanalimizga podpisatsiya bo'linglar. Hozir bu zamyak ko'ksimizni tashqarida qolib ketganda ozgina mana shunday sovuq yeb qo'ygan. Agar kimdir shunaqa zamyak ko'ksi bo'lsa, albatta buni kesib tashlaganingiz yaxshi. Nimagaki, uje uni piyozi bo'lmagan bo'ladi. Buni mana men yaqinda qalamcha qilib ekib qo'ydim. Bu mana shunday holda inshaalloh ko'karsa o'zimizga boqib olamiz.
Uni отопление yoniga qo'ydim, issiqroq joyga. Endi unga umuman suv quymaymiz. Suv quymagan holda uni shunday qalam chalatamiz. Ustini ham yopmaymiz. Nimasi gabariti kattaligi uchun, hurmatli sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Barchalarni Instagram, Telegram kanallarimizda kutib qolamiz.